Baliq xom holatda tortiladi. Yursang ko'rsataman. Rasul aka, assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Ijtimoiy tarmoqlarda ko'plab savollar kelib tushyapti. Sizlar baliqni xom holatda tortasizlarmi yoki pishgan holatdami deyishyapti. Baliq xom holatda tortiladi. Yursang ko'rsataman. Bizda har doim tozalangan baliq bo'ladi. Tez tozalatib olib kelamiz. Usti ham, ichi ham tozalangan. 2 kilolik baliq bo'ldi. Buni pishiramiz. 2 kilolik balig'imiz tayyor bo'ldi. Tortib ko'ramiz. Pishgan holatida 1 kilo 450 gram qoldi. Qovurilgandan keyin baliq og'irligini har doim yo'qotadi.